Qonunga bostirib qo'ydim. Hech narsa qilmaydi, uzoqqa bormaydi. Bitta ko'rsam maylimi? Jim tur. O'zim qorong'i bo'lib qolmagan. Aldaysan-ki, Sardor. Nega bunaqa aldaysan? Bitta joyda zalga chiqadigan bolalar. Keyin o'chirgan burun tortish insonga berilgan ne'mat. Umrida bir marta ko'rsatib yurish, shuni ham syomka qiladi. Bitta chiqish videosi 500 dollar deydi. 4 ta video qo'ysangiz 2000. Beparosat, ne so'kasan. Mani bilsa agar salkam 20 yildan beri endi 500 tadan ortiq qiz qo'limda ishlab ketgan bo'lsa, sen seni yo'q ketgan. Shu qizlar biron marta og'zimdan so'kkan gap eshitmagan. So'k yonimdagilarga so'kda turmayman. Tog'dan olib keldim. Mana qarang. Chichvardimi bu? Ha, chichvaradi. Nima qilib tashladingiz? Chiroyli qilib tukkanim, eshitdiki. Zira bormi? Anaqa bormi? Murch bormi? O'z qo'llarim bilan yopdim. Hozir o'z qo'llarim bilan tandirga yopaman. Suv kabi bo'ldi do'stim, suv kabi. Somsadan boshqa narsani bilasanmi? Birinchi yana gapirishni ham bilmasdi. Gapirishni o'zim o'rgatgan bo'lsam. Sabr qilib turgan, o'ynayotganim yo'q o'tdi. Xudo pisharmikin somsa? Pishar damoq pishadi, pishar. Nima bo'lib ketadi qo'li? Voy, yuvamiz, onasini hamsan. Suv bor-ku. Qachon bizani etganimizdek bo'lgan. Yoyishni bilmayman, yupqaga xamir. Rostdan ham bilmasa kerak yupqa yoyish. Hech narsani bilmaydi. Kulishni biladi. Bo'ldi. Ovqat qilishni ham bilmaydi. Mana, normalniy. Nimasi yomon? Normal, cho'tki. Bo'ldi, olib qo'y yonmanga borman. Bo'ldi. Bo'ldi, hozir o'ldirasan. Voy, hozir qilma degan ish qilmaydi. Nima qilish kerak? Nimasi yomon? Dumaloq chiqdi-ku. Ko'rsating kameraga. Mana. To'shni so'kadi sizni. Nega? Ana eshitgan ekan shunaqa chiqadi-yu. Bo'la qoling, hatto bittasini qilib bering. Hozir. Подожди, senga bu oson narsa emas. O'zing 1 soatda bitta yoyibsan, ko'rding. Chiroyli chiqish kerak kadrga. Qo'yaman deb uchiraman. Ya, tamam ki. Bak. Klasno. Mana jo'rlab tur. May, hozir yomon jo'ralyapti. Iltimos. Asabimni deyman. Choy ichmoqchiman. Voy. Choy ichaman, choy. Namcha choy ichaman. Boshqa ish qilishni o'rgangandan choy ichsanda. Keyin ko'rinsa ham bari uzunligini bilsa bo'ladimi? Xo'p, yoymaganman. Hech qaysi bir videoda sochimni. Maytati bola urarmidi? Urardim bola bilan. Sinfdoshlaring bilanmi? O'zimdan katta sinfdoshlarni urardim. Maktab bitirganimga 3 yil bo'lyapti. Qanaqa? 10-11 ham o'qiganman men. 10-11 bolalari kichkina emas. 10-11 sinfda men bilasan qancha ish qilardim. Eshik yopsak bo'lmaydimi? O'zi ko'cha sovib yotibdi. Xonani yorug' qilib beradimi hozir mana shu? Ha, voy, ancha O'zi yoping. Mana buni bitta ochib yuboraymi? Qanday qilasiz? Hech nimani bilmaysiz o'zi. Doda son suzishni bilasizmi? Ben nega bilmayman. O'ngga, chapga emas. Yupqa qolma. Voy, men kuyib ketadi. Voy, qanaqa qilib hozir? Bo'pti, bo'ling tez. 1 2 3 Ichiga kirgansiz doda? 18 yana ichi kiradi. Ha, hali uylanmaganlar odam. Ha. Eshitga bunchalik yaqin olib kelmay mikrofonni dug' tushib qoladi. Hop, kechiring, voy, tigani yo'q. Odamni ko'rib yig'lab yuboradi, qiymani. Jigarni sug'urdim, jigar. Ey, ketdi, bu yerda qiladigan ishimiz qolmadi. O'zing ketaver. Yo'q, qayerga o'zing ketasan? Bitta paket ko'tarib olaman. Kemaga tushgan joni bir. Tagdiyani o'yin qilmagin, uka. Voy, kir narsalar bermayman menga. Voy, do'konga toza narsa beraydi. Mabodo qo'shiq aytib qolsam, noto'g'ri bo'lsa ustimdan kulmasanglar ham bo'ladi. Ey, sen xotirama, borligingni ham bilishmaydi. Tushonga qani? Mana tegin unaqa uzib tashlamayman. Manikini chiroyli o'zing. Orqasi past qo'ygan, tagdiyani bor. Mana shuni. Ha? Yaxshi joyga yopmagansizda. Qarang, eng pishmaganimiz. Voy, orqasi past qo'ygan, nega tushmaysan? Tandir yaxshi tayyor bo'lmaganda. Sen somsang Qilib ketgandan shu yaxshi.
O'zim tugib o'zim yopib yegim keluvdi. Shuni ham ko'rolmadim. Shahzoda Sharifingga rozi bo'lasan. Buni sen o'zi nima during bormi? Deb onang faqat onangni kurtkasi bo'ladi. Shahzodani unaqasi. O'zim narsamni syomkaga kiyishga zavqi qilaman-da. Endi ay. Telefonni olib kel. Va qilaring, keyin qilamiz shu xohlayotgan ishingizni. Avvalilik krupniy kadrlarni. Bo'ldi. Ish qilishim umuman bitta paketni mashtan mashga olib qo'ymayman bugundan keyin syomkada. Faqat videoga olaman, qarab turing. Ish olgan bo'lganda. Oldim. Menga yoqsa kayfiyatga qo'yaman. Yoqmasa Elshot o'z, yo'qmasa umuman qo'ymayman. Au. Au. Sagdani video olmaysan? Iya. Ketga o'ynagani kelini o'ynadim. Jahl chiqquncha. Nima deyapti? Nima Nima o'zingiz bilasizmi? Dimotdi. Deyapti. Dimotdi. Dimotdi. Nima dimotdi? Voy, yo somotdi. Yo qani? Yonmaydi u. Nega? Qo'l bo'yotibdi-yu, parasatingiz yetmaydimi? Hozir gapirib qo'yaman-da. Qo'l-ku yonmaydi. Yonadi, nimaga yonmaydi? O'ziga o'zi tilab oladi, Yashadiki. O'ziga o'zi tilaydi. Lekin bilaman, og'ir bosiq insonman. Shunaqa deyishdi lekin ani shuncha asab buzilsa ham so'kib yormas ekan deb gapirishdi lekin. Конечно, bularni ishi bilan yuribmiz-ku. Yo'q, unga emas. Qolganlar nima senga? Hammada jon bir xil. Prosta meniki qonim chiqquncha. Qon. Jonim chiqquncha. Nima deydi? Saroniki, Saroniki Nima tez deydi? chiqadi. Saroniki qoni chiqquncha. Saron emassiz-u? Saroni jahli chiqqan. Yo, To'xta, sal shimarib oling, hozir gapirishyapti. Ko'rinmadi-yu. Bu boshdan bitta. Mana mana shu 1 2 Nima qilyapsiz? Ha, Men bo'lmadi. bitga deyapsiz-da, men bitga tashlab yuryapsiz. Men orientir ololmayapman. Normalniy tashlang. Человек paukmanmi men sizga? Spiderman. Bo'pti, bo'laqa 1. Mana mana. 1 2 3. Bo'ldimi? Ko'nglingdek bo'ldi. Tugadimi? To'xta. Yo'q. Ne? Ovqat qilishni bilasanmi? Nima deyapsiz? Seriyozmi? Серьезно, bilaman, voy. Nima ovqat qilishni bilasan? Любой ovqat qilib beraman. Nomini aytsizmi? Tokosh qilib bering. Kezi var saklanani qo'ldan tokoshlaymiz. Men video olaman, siz snimat qilasiz. Siz mobilograf bo'lasiz. Qimmat o. Nima? Mobilografligim qimmat. Meni narximda ishlaysiz. Bo'ldi, hozir kakras. Bir kunlik oyligimni sizga beraman. Bo'ldi. Halol mehnat. Nima? Bizni yomon qilib mehnat qilamiz. Qatdan topadi bunaqa gaplarni. Voy sakdani videoga. Qara, hozir bundoq uraman-da. Piqit urib. Men o'zi eshitgan faqat xamir qoladi. Chunki men tirnog'im ichiga kirib qoladi-da, o'shaning uchun xamir qolmayman. Suvni ham men qo'yaman mana. Bo'ldi. Bize men ketga o'ylagan. U hamma ish qiladi. Qo'ttila bo'ladi. Men hammaga sansirab gapiraman. Menga sansirab gapirmaydi. Hammaga dedim men. Hamma emasman men. Menga farqi yo'q. Itmisan, eshakmisan degan shu bo'lsa kerak. Normalmi? Raqs yoritishadimi? Ketdi. Hayotda erkak bo'lish kerak. Orqa suv ko'rinyapti. Bu yerda boru qo'limga ishlaysan, ish qilayotgan jarayonga. Bu yerda yuzimga ishlaysan, ana suvni bo'yi bitta ikkita kadr tushadi baribir. Shunday u yoqdan ham bu yoqdan ham o'tib ishlaymiz. Agar bu yoqda tursan, sakdani qani o'rtaga tur. Uni qilib qo'y. Mana shunaqa qo'ymak, pastga o'tib. Bechara, orlangan sakdani. Короче, mana dehqonchi olsangiz ham sakdani lakshri olar ekansiz. Bir tushjam. O'z pitechki ishlayotgan. Gapirdimmi men? Bo'ldi, ketdi. Hoppa! Chotkaymi?
Kiyavering, bir minut. Yo'q, dada gapiraveradi. Hadi 1, 2, 3. Bo'ladi. Syomkaga chiqadiganlar bo'lsa, mobilograflar eshitgan mobilograf qidirayotgan ekanlar. O'zi aytdilar o'sha kuni. Shagdiyanani chopamiz. Katta brendni taklif qilgan ekan, o'shanga qorga chiqish kelmaydi, zo'rg'a. Chiqsammikan, chiqmasammi? Qachon shunaqa dedi? Aldayapsiz. Insof sari baraka. Videoni boshlash kerak. Ketdi. Bo'la qoling. Hozir kunimiz yalmog'iz kampirlagan qolib ketdi. Mayar. Bilmaylar-da sani. Men bilaman. Nima bilasiz? Shunaqa inson bor-ku. Insonga mansab bermasin deydi. Qiz bolani omati bilan o'ynashmalaring, aytib qo'ying. Yaxshi xotiralarda qolsin bo'ldi. Nima akachi, qiz bo'ladimi? Qavmchi qiz bo'ladimi? Maxluq. Kadr ortida maxluq. Men maxluqman u. Necha kilosiz? 120. Aytiki 120 ekan. Sizdan ikkita kelar ekanman-da, 60misiz? 70. O, semiribsiz-ku, ha? Ha, semirtirasiz. Negativli semirtirdi mana. Oldin 58 kilo bo'lardingiz-da, 60 kilo edim. Hozir juda hayotda yangi bir inson bo'lganman. Zo'r kommentariy ketdi sizga anu. Elshot, elda shot qilib ismi jismiga mos deb. Voy dedim. Kommentariy ham zo'r. Ha. Somsa berishingiz kerak o'sha yaxshi kommentariy. Ha, aytganchi. Mabodoga sizni o'sha mabodoga street foodga tushayotgan kommentariyalardan 3 ta insonni tanlab olamiz. Eng chiroyli, pozitivniy yozilgan insonga 3 ta insonga bitta korobkadan 3 ta korobka somsa. O'zingiz tanlaysiz uni? O'zim sekin o'qib, mana yomon yozganni ham hurmat qilaman, yaxshi yozganni ham hurmat qilaman men. Men hayotda unaqa yomon inson emasman. Yomon yozsa ham like bosib rahmat deb qo'yaman. Chunki ularning yomon fikri hech narsa o'zgartirmaydi. Yaxshi gapiga bo'lsa mazza qilaman. Xursand bo'ladi. Lekin yomon kommentariyani ham erinmasdan yozib bizani reytga ko'taradi ular. Bilasizmi shuni? Shuning uchun rahmat aytaman-da. Yomon yozsanglar mana. Mana telefonni o'chirgan odam katta odamga gaplashyapti. Karol Severa. Sagdiyani Jon Snow. Kameraga tushmayman deyapti boshqa. Nima deysizlar? $500 $500 so'rayapti. Iya. Videoga tushishga. Hozircha unaqa pul Yolg'on yo'q. gapirmang, astag'firulloh. Xudo bor, qo'rqing. Kattaroq blogerdan yozuvdim, $100 $200 dedi kadrga tushib berishimiz. $100 deganim qiz. Kim? Tishlavaring. Ketdi. Bir. Bismillah. Yomon eshitiladi. Qilgan joyingiz xunuk eshitiladi. Ha, Chiroyli tishlang, bo'ldi, eshitadi shu tishlaganingizdan. bir. Baribir shunaqa qildingiz. Uzilib ketyapti. Jim tur, qimirlayaptilar. Shiqir bo'lib qoladi. Ketdimi? Aylantirganingiz-chi? Xo'p, mana. Narsa tiqilib qoldi, ketdi. Ko'p gapirmagan. 1 Ketdi. 2 3. Pichoqda men ko'rinmayman. Yo'q. Ko'rinib qolding, boshqadan kesing. Unaqa qilib bo'ldi. Bo'ldi savaring. Ketdi. Suv so'kkanimni o'rasan. Mana bu tomonga suvni solaman. Chiq. Tush. Chiq. Tush. Mana Sagdiyani ham ish qiladi. Sizlar. Mana. Faqat uni Hamma gapiradi. kulishi biladi deb o'ylaydi ko'pchilik. Ha, shu suvda bor-ku. 12 soatlab qolib ketamiz.
keyin mazam bo'lmayapti desam nima ish qilding deydilar ertasi kuni